Juda ham ko'pchilik qaysi tug'ruqxonada tuqqanim va bu necha pulga tushgani haqida so'radi. Keling, sizlar bilan birgalikda buni hisoblab chiqamiz. Biz Vodilga Radom ketayotgan joyimizda Andijondagi Smile Baby klinikasidan bizga aloqaga chiqishdi va vaziyatni xo'jayinim tushuntirgandan keyin tezda bizni klinikaga yetib kelinglar deyishdi. Ishonasizlarmi o'rtoqlar, bu yerga Radom sumka yig'masdan ham bemalol kasallanib bo'ladi, chunki hamma yo'q o'zlaridan ekan. Unda tabiiy tug'ruq bo'lganligi sababli sizlarga tabiiy tug'ruq narxini aytaman. 2,980,000 so'm. Ona uchun tug'ruq xalati, tapichka, tug'ruq paytidagi issiq novotli choylar, mevali sharbatlar kirsa, chaqaloq uchun bir blok pampers, bir blok vlajniy salfetka, chaqaloq uchun kiyimchalar, adyol, plyonka, tug'ilganlik haqida ma'lumotnoma, undan tashqari 2 martalik emlash ham shu pulni ichida. Endi palatalarga o'tadigan bo'lsak, bu klinikada 68 ta bir kishilik palata bor. Shundan 64 tasi lyuks, 4 tasi VIP palata, undan tashqari 5 ta rodzal, 2 ta operatsionniy bor. Bir vaqtda o'zida 7 ta tug'ruqni amalga oshirsa bo'ladi. Bir kunda 23 tadan 24 tagacha tug'ruq qabul qilishadi. Lyuks palata bir kuniga 380 ming. Bu pulni ichiga 4 mahal issiq ovqat, sizni yoningizda qarab yotadigan odam uchun bepul joy, konditsioner, xolodilnik, televizor, Wi-Fi, tifal, choylar, undan tashqari dush, sanuzeli bor, xalati bor, ichida sochiqlari bor, hamma sharoiti bor. Undan tashqari doimiy tibbiy nazorat ham bepul. VIP palata bir kuniga 480 ming so'm. VIP palataning lyuks palatadan farqi, VIP palatada 5 mahal issiq ovqat beriladi va lyuks xonaga nisbatan kengroq bo'ladi. Hamshira va vrachlar shunaqa xushmuomala, xuddi sanatoriyada yotgandek bo'lasiz. Kamiga sizga o'zlarining nomidan sovg'a ham berishadi. Eng zo'rini aytaymi, klinikada o'g'il tug'ilsa ko'k chiroqlar, qiz tug'ilsa pushti chiroqlar yonadi. Xohlasangiz farzandingizni Radomdan chiqqunizcha o'zlari qarab berishadi. Endi hisoblaymiz. Bitta tabiiy tug'ruq 2,980,000, lyuks palata 3 kunligi 380 mingdan 1,140 ming va ona bolani holatiga qarab 500 mingdan 1 milliongacha dori-darmon. Jami 4,620 ming. Menimcha bu zo'r summa bo'lsa kerak, chunki oddiy Radomda tug'sangiz ham qistir-qistirlar va dori-darmonlar va suyunchilar bilan xuddi shu pul ketib qoladi. Agarda siz Smile Baby profiliga obuna bo'lib klinikaga boradigan bo'lsangiz, tibbiy ko'riklar arzonroq bo'ladi. Qo'shimchasiga sizga klinika tomonidan sovg'a beriladi.